Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana şeyde Xudo xolasa qisqagina video qilib 5 dona buzoqcha bor. Shular ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, ma'qul kelsa, inshaalloh savdomiz bitsa sotiladi maslahat. Hop. Bu qocha Qizilola. Buni gibrid ya semental deb ortiqcha maqtab negativlarni ko'paytirib olish keragi yo'q. Mana shu bu qocha yeb ichishi yaxshi, sog'lom, arqonga tushmagan. Bo'ldi, qo'yaver. Qo'yaver. Mana bu ma'qul kelsa, telefon qilaverasizlar. Bo'yi 80 cm. Bo'ylari 80 cm. Ama yo'q joyida. Hop, keyingisi. Bu ham bu qocha. Sifat holatlariga e'tibor berasiz. Ro'qcha chiroyli. Totuv. Bu ham arg'amchiga tushmagan. Ko'ngisi kelmayapti arg'amchiga. Buni bo'yi 85 cm. Mana kella boshlari. Buni ham hamma yo'g'i joyida. Xudo xolasa chiroyli qilib tarbiya qilinsa, yaxshi buqa bo'ladi, yaxshi foyda keltiradi. Bunisini bo'ylari 85. Buni 80. Bunisini 85. Mana shu ikkala buqachaga bir joyga olganga 22 million so'm xayri kam bor. Sunnatiga o'tib beriladi. $22 million so'mga savdosi bor. Telefon qilsalaring kelishamiz, xudo xolasa. Bu video o'zimizning xonadonda bo'lyapti. Keyingisi Olaparovda. Buni bo'ylari 90 cm. Orqa ko'rinishlari, kalla boshlari. Yeb ichib turgan, sog'lom, joyida. Bu ham jupi bor mana. Jupi bilan birgalikda yeb ichib turgan. Bularning jupiga 24 milyon 500 ming so'm deymiz. Xayri kami bor, telefon qilaverasizlar. Hop, buni bittasini bo'yi 90 oshiq, 90 plus. Bittasini 90 cm. Bir joyga 24 milyon 500 mingga xayri kam bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bir donagina xunojinimiz bor. Hop. Xunojinimizning bo'ylari 1 metrga yaqin. 95 plus. Sog'lom. Yeb ichishlari zo'r. Mana ostilari. Oq yelin. To'rt dona. 4 joyda. Mana kalla ko'rinishlar. Bu xunojinimizni 10 million so'm deymiz. Buni ham xayri kam bor. Telefon qilsalaring inshaalloh kelishamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimiz yangi. Obunachilarimiz ham unchalik ko'p emas. Endi Xudoga yaxshi niyat qilib o'zimizni mahsulotlar deymiz, o'zimizni mollarimizni sotiladiganda o'zlarimizni o'zimiz qo'yib boryapmiz. Inshaalloh boshqa kanallarga qaraganda o'zimizni kanalda arzonroq
Sababi bloger xizmatini ham narxini qo'shilmaydi-da. O'zimizda arzonroq chiqadi, xudo xolasa. Obuna bo'lmay tomosha qilayotganlar, obuna bo'lib, laykni bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh yaxshi narsalarni sizlarga taqdim etib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozircha bizda shu.